Ustozimiz Ziyodullo Sattorovich bilan birgalikda coach mavzusidagi ochiq darsimizni o'tkazamiz. Ochilmagan qiralarni ochishdagi hamkorlik qiladigan mutaxassis. Coaching nima? Coaching bu odamga tayyor maslahat berish emas. Bu savollar orqali insonlarning o'z ichki imkoniyatlarini ochishga yordam berish. Coach nima qiladi? Coach odamga fikrni tartibga solishga yordam beradi. Maqsadni aniq ko'rsatadi, lekin qarorni odamning o'zi qabul qiladi. Shuning uchun coach mas'uliyatni olmaydi. Mas'uliyat har doim insonning o'zida qoladi. Coaching qayerda ishlatiladi? Bugun coaching ta'limda, biznesda va shaxsiy hayotda qo'llaniladi. Talaba o'z yo'lini topadi, xodim kuchiga ishonadi. Inson esa hayotida aniq maqsad qo'yishni o'rganadi. Coach, ustoz va psixologning farqi nimada? Ustoz bilim beradi, psixolog o'tmishni tahlil qiladi. Coach esa hozirgi holatdan kelajakdagi maqsadga qadar olib boradi. Jonkuyar, fidoi, ustozga ta'zim. Hurmatli S18 guruhi, barcha mutaxassislarga minnatdorchilik bildiraman. O'z fikrlarimni bildirib tayyorlanib kelganligingiz uchun ilmiy va pedagogik faoliyatingizda doim muvaffaqiyat tilayman. Salomat bo'lasizlar. Sizga psixologiya yo'nalishidagi videoroliklar qiziq bo'lsa, Osiyo xalqaro institutining Pedagogika psixologiya kafedrasining Instagram sahifasiga a'zo bo'ling.